Bir martada $5000, kuniga esa 10 million wongacha xalqaro o'tkazma qilish mumkinligini bilarmidingiz? Agar siz Compass ilovasiga boshqa bank hisob raqamingizni qo'shsangiz, xalqaro o'tkazma qilish limiti oshadi hamda foydalanish anchagina qulaylashadi. Ushbu videoda boshqa bank hisob raqamingizni Compass ilovasiga kiritishni ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun Compass ilovasiga kirib, asosiy sahifadagi pastki chap burchakda hisob raqam tugmasiga bosamiz va bu yerda hisob raqamni qo'shish plus tugmasiga bosib, qo'shmoqchi bo'lgan bank hisob raqamimizni kiritamiz va bank nomini tanlaymiz. Misol uchun IMBank va davom etish tugmasini bosganimizdan so'ng bizga 3 xonali kod yuboriladi. Agarda sizda ana shu bank ilovasi bo'lsa, bir won kelganda ha so'zdan keyingi 3 xonali kodni kiritasiz. Agarda sizda ushbu kod bo'lmasa, mijozlar markazimizga bog'lanib, shaxsiy tasdiqlaganingizdan so'ng sizga ana shu kodni aytib beramiz. 15 daqiqa ichida kiritishingiz kerak bo'ladi. 3 xonali kodimizni kiritamiz va davom etish tugmasini bosib, 6 xonali parolimizni kiritamiz. Va ko'rib turganingizdek, chiqim hisobi ro'yxatdan o'tkazish yakunlandi. Endilikda ushbu bankimiz orqali bemalol avtomatik bo'lmagan holatda pul yuborsak bo'ladi. Agarda avtomatik yechib olishga rozilik bildirmoqchi bo'lsak, mana shu tugmani bosamiz va shartlarga rozilik bildirib davom etish tugmasini bosamiz va ko'rib turgan mana shu usul orqali shaxsiy tasdiqlashingiz mumkin. Odatda SMS xabar orqali tasdiqlashingiz mumkin yoki bo'lmasa tezkor tasdiqlash usulini tanlaymiz. Misol uchun biz TOS ilovasi orqali shaxsimizni tasdiqlaganimizdan so'ng Compass ilovasiga qaytamiz va Engine Plugin tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, avtomatik pul yechib olish kelishuvi ham yakunlandi. Roziman tugmasini bosib, yana o'sha hisob raqam tugmasiga bosganimizda mana biz qo'shgan bank hisob raqamimiz ko'rinib turibdi. Endilikda xalqaro pul o'tkazma qilishda ham yuqoridagi qo'shgan bankingizni shotidan yechib oladigan qilib yuborishingiz mumkin bo'ladi.